Assalomu alaykum. Hammaga mana bugun dehqonchiliklardan xabar olgani keldim. Yaxshi anchalar, lekin chanqat. Xudo xolasa ertaga o'zi bugun edi plan suv qo'yish. Shujicha motorda muammo bo'lib qolganligi uchun ertaga suv qo'yamiz. Mevalari boshqalari ancha yaxshi. Xudo xolasa endi suvdan keyin yana ham yaxshi bo'lib ketsa kerak. Bu yerdagilari yaxshi. Anchalar dukkalar yaxshi bo'lib qolibdi. Ayrim joylarda ko'rdim, mana o'sha loviya ham bo'lib qolibdi mana. Xudo xolasa ertaga soat shu 2larda ishdan chiqib kelsam, anchalar mevalar qolibdi. Mana mevalar. Shu 2larda ishdan chiqib, ertaroq ish tugatib kelaman. Suv qo'yamiz. Mana mevalar. Ancha yaxshi. Xudo xolasa. Baklarni quriganlari ham mana o'zi anchalar kamayib qolibdi. Mevalari. Anchalar mevani yaxshi sopdi. Urug' yaxshi ekanda. Menimcha shu, agar men shu qarashimga meva solgandan keyin urug' ancha zo'r bo'ladi. Bunaqa o't bosgan joylar ham bor. Mevalar. Kim biladi shuni nima deydi? Nomi nima deydi? Loviya, lekin pishmagan. Nomini nima deydi, kim biladi? Bilsa yozsinchi kommentariyaga. Mana. Rosa ko'p meva sotdi. Xudo xolasa yaxshi, mevasi ko'p anchalar. Bitta shoxda qiziqishga sanab ko'ramiz, qani. Bittasini ochib sanab ko'ramiz. O'rtachasi. O'rtacha mana bitta. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 tadan ekan. 12 ta 13 ta ekan. Yana 2-3 ta guli ham bor.